Aka, 2 xonali, 3 xonali uyingizni sotib, 4 xonaga o'zgartirmoqchiman deysiz. Bu videoni unda oxirigacha ko'ring. Men sizga hozir 4 ta полноценный xona, bitta oshxona, bitta mana shunaqa katta holi bor Novostroykada xonadonni ko'rsataman. Kiraverish asosiy eshigimizda. Xonadonimizga shundoq kirib keldik, domofonlarimiz o'rnatilgan va ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli holimizda qilingan. Joylashgan joyi keladigan bo'lsak, Olmazor tumani Baurum жилой kompleksi. Bu ani eski Chinni zavodi o'rniga tushgan katta жилой kompleks. Ko'pchilik bilishadi. Hozir video davomida tashqari tarafidan ham obzorini qilib beraman. Novostroykamiz ana. Xo'p, xonadonimizga kirdik, chap qo'ldan boshlaymiz. Bu bizani oshxona qismimiz. Oshxonamizda ham keng, bemalol ovqat tayyorlab, mana shu yerda ovqatlanib o'tiradigan sharoitlarimiz bor. Ya'ni bundan tashqari o'zi bizani holimiz ham bor, no oshxonamiz ham keng ko'rayotganingdek qilingan va yana zo'r tarafi shundaki, ko'rib turgan hamma mebel texnikalar qoladi. Shunda narxi mebel texnika bilan albatta boshqacha. Yo, menga mebel texnikalar chiqib ketsin deydigan bo'lsangiz, unda narxidan albatta kelishtirib beriladi. Bu bizani oshxona qismimiz bo'ldi. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu kattalar uchun mo'ljallangan spalnamizda joylashgan. Yosh kattalar uchun xonadonning egalarini spalnasi, bu spalnamizning o'zining ichida sanuzyuli va balkon qismi bor. Balkonida dvorimizning ko'rinishi. Dvorimizni bilasizlar, закрытый двор. Ichida o'zini hamma maktab, bog'cha, xullas supermarket deysizlarmi, o'rtada chiroyli fontan aylanadigan alleya, parkovka, nameslik, xullas dvorimiz juda chiroyli. Va bu yotoqxonamizning mana o'zining ichidagi sanuzyuli joylashgan. Xo'p, keyin примерно 4 yo 6 kvadrat mana bu yerda bizani garderobniyimiz ham bor. O'zi xonadonimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 136 kvadrat. 6-qavatda joylashgan 8 qavatli domda. Bu zalimiz. Zalimizga katta joy berilgan. Shunisi ham yaxshi. Stol zona qilingan bir yoq tarafimizda. Mana shu yerga divanni zona ham qo'rsiz bo'ladi yoki katta bir 12 kishilik, 16 kishilik stol ham bemalol qilsa bo'ladi. Zo'r tarafi shu, 3 ta sanuzyulimiz bor, bitta garderob, bitta holimiz ham bor-da. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Aboylarimizni akkuratni ko'rayotganingizda atechentani effektini beradigan chiroyli aboylar qilingan. Birinchi sanuzyul ota-onalarning xonasining ichida bo'ldi. Mana bu ikkinchisi gostivoy. Shundoq yonida bu yerda uchinchisi. O'zini ichida vannasi bilan. Va keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yana bitta spalnamiz joylashgan. Shunda bizda 3 ta yotoqxona, bitta zal, bitta hol, bitta oshxona va 3 ta sanuzyulimiz bo'ldi. Hozir dvorni ko'rsataman. Albatta, aka, har bitta videoda biz xonadonlarning narxini aytib boramiz. Siz prosta videoni oxirigacha ko'rmayapsiz. Dvorimizning ko'rinishi, akkuratni besetkalar qilingan детская площадка, chiroyli mevali daraxtlargacha xullas ekib qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, o'zi bu domdan bemalol so'rash surishtirsangiz bo'ladi. 1250, 1300 deb turishdi. 1 kvadrati uchun bizning xonadonimiz remonti, akam aytadilar, remontni o'zim uchun qilganman. Ichidagi santexnika, trubalarigacha, ya'ni remontni ko'rinmaydigan narsalarigacha o'zim uchun u narsalarni almashtirib qo'yganman deb aytadilar. Narxiga keladigan bo'lsak, $175,000 startoviy ozgina o'tib beradigan joyi bor. Shuning uchun, sirazi qimmat ekan deb negativ yozishdan oldin siz birinchi keling, ko'ring, tepasida yana gaplashiladi.